Barchangizga assalomu alaykum. Futbol manzili kanaliga xush kelibsiz. Bu oddiy mag'lubiyat emas edi. Bu bir davrning oxiri bo'ldi. Xabi Alonso Real Madridni tark etdi. Bu xabar birdan chiqdi, lekin bu qaror bir kunda qabul qilingani yo'q. Hammasi qayerdan boshlandi? Super Kubok finali Jidda shahri. Barselonaga qarshi o'yin. Hisob 3-2, ammo bu faqat raqam emas edi. Bu mag'lubiyat ichkarida allaqachon boshlanib bo'lgan muammolarni ochib tashladi. O'yindan keyin Alonso jim edi. Matbuot anjumanida ehtiyotkor gapirdi, lekin yuzida bitta narsa aniq ko'rinardi. Bosim. Bu bosim bugun paydo bo'lgani yo'q edi. Yozni eslaylik. Xabi Alonso Real Madridga katta umidlar bilan kelgandi. Afsona futbolchi, zamonaviy fikrlaydigan murabbiy. Boshlanish yomon emasdi. La Ligada Real yetakchilik qildi. Barselonadan 5 ochko oldinda edi. Hammasi joyida tuyuldi. Ammo keyin barqarorlik yo'qoldi. Chempionlar Ligasi o'yinlari kutgan darajada o'tmadi. Jamoa himoyada xatolar qildi. O'yin rejasi tez-tez o'zgardi. La Ligada ustunlik yo'qoldi. Barselona oldinga chiqdi. Farq 4 ochko. Va aynan shu paytdan savollar ko'paydi. Kiyinish xonasida ishonch kamaydi. Ba'zi futbolchilar o'z rollaridan norozi bo'ldi. Bu ochiq aytilmadi, lekin klub ichidagi muhit sovuqlashgani sezildi. Alonso buni yashirmadi. U bir intervyuda shunday degandi: Real Madridni boshqarish faqat futbol emas, bu bosim, bu tarix, bu talab. U Ancelotti va Mourinyo'ni eslagan edi. Ular ham shu bosimdan o'tgan. Lekin hamma o'ta olmaydi. Va final. Super Kubok. Hal qiluvchi o'yin, mag'lubiyat. Oradan bir kun o'tib rasmiy bayonot chiqdi. O'zaro kelishuv asosida. Hurmatli so'zlar, minnatdorchilik. Ammo sabablar aytilmadi. Savol esa ochiq qoldi. Bu chindan ham o'zaro qarormi? Yoki vaziyat majbur qildimi? Eng qiziq joyi davomida. Alonso ketgani e'lon qilinishi bilan darhol yangi ism paydo bo'ldi. Alvaro Arbeloa. Real akademiyasidan yoshlar jamoasi bilan katta natijalar qilgan murabbiy. Bu vaqtinchalik yechimmi? Yoki klub yangi yo'l tanladimi? Oldinda vaqt yo'q. 2 hafta ichida 6 ta o'yin. Chempionlar Ligasi, La Liga, Kubok. Bosim yana o'sha joyda. Xabi Alonso ketdi, ammo bahs endi boshlandi. Bu qaror erta bo'ldimi yoki kechikkan edimi? Javob bitta emas, lekin aniq narsa bor. Real Madridda hech qachon oddiy qaror bo'lmaydi.